Assalomu alaykum hammaga. Demak, attestatsiya mavzulashtirilgan mini testlarimizda navbatdagi trigonometrik tenglamalarga oid bo'lgan mini testimizni video yechimi. Hop, birinchi misolda tenglamani yeching degan va sinus 3x kerak kosinus x 1 ga teng bo'lsa, shu tenglamani ishlashimiz kerak ekan. Hop, endi keling, bu tenglamani ishlash uchun nima qilamiz? Demak, bu tenglamani ishlash jarayonida birinchi sinus 3x kerak kosinus x ni ko'paytma formulasiga qo'yib olamiz. Hop, ya'ni 1/2 sinus 3x minus x qo'shilgan sinus 3x plus x barobar 1 bo'lsin. Bunga ham 2 mahraj beradigan bo'lsak, demak sinus 2x qo'shilgan sinus 4x barobar nima bo'lib qoldi? 2 ko'rinishda bo'lib qoldi. Va biz nima qilishimiz kerak endi? Shu tenglamani ishlashimiz kerak. Hop, endi qarang. Buni kelib chiqadi sinus 2x qo'shilgan 4x teng 2 bo'lishi uchun bu bizda sinus 2x ham 1 ga teng bo'lishi kerak, sinus 4x ham 1 ga teng bo'lishi kerak. Chunki sinusning eng katta qiymati bu -1 dan 1 gacha va eng katta qiymatga erishgan paytda nima bo'lishi mumkin? Bu tenglamalarning javobi 2 chiqib qolishi mumkin. Xo'p, keling, buning uchun nima qilamiz endi? Demak, sinus 2x barobar birligidan demak 2x barobar pi taqsim 2 qo'shilgan pi k ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, x topadigan bo'lsak, pi taqsim 4 qo'shilgan pi k taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, ikkinchi tenglamani ishlaydigan bo'lsak, demak sinus 4x barobar 1 kelib chiqishi kerak. Demak 4x barobar pi taqsim 2 qo'shilgan pi k 2 pi k ko'rinishda bo'ladi, ma'lumotda. Demak 2 pi k bo'lsa, demak bu pi k bo'lib qoladi. Bu yerda ham demak 2 pi k bo'ladi. Va x'imiz barobar pi taqsim 8 qo'shilgan pi k taqsim 2 degan javob kelib chiqadi. Keling, endi umumiy ildizga egami yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Xo'p, demak k ga 0 beradigan bo'lsam, x barobar pi taqsim 4 degan javob kelib chiqdi. Agar k ga 1 beradigan bo'lsam, x barobar 5 pi taqsim 4 degan javob kelib chiqdi. Agar k ga 2 beradigan bo'lsam, x barobar 9 pi taqsim 4 degan javob kelib chiqdi. Keling, bunda xuddi shunday. Demak, k ga 0 beradigan bo'lsak, x barobar pi taqsim 8. Demak, k ga 1 beradigan bo'lsak, x barobar hop 5 pi taqsim 8. Agar biz k ga 2 beradigan bo'lsak, x barobar 9 pi taqsim 8 ko'rinishda bo'lib qoladi. Va e'tibor beradigan bo'lsak, bu tenglama umumiy yechimga ega bo'lmas ekan, chunki ikkalasi bir paytda 0 bo'lishi kerak. Bir paytda 1 bo'lishi kerak. Demak, unaqa qiymat yo'q bo'lganligi uchun bu tenglamamiz yechimi nima bo'lgan? Bo'sh to'plam bo'lar ekan va bu D javobga to'g'ri keladi. Xo'p, endi qarang. Ikkinchi misol. Tanginus 2 tanginus x qo'shilgan tanginus x taqsim 2 plus 4 kotanginus 2x barobar kotanginus 3x tenglamani yeching deb savol beribdi. Xo'p, endi qarang, buni ishlash uchun nima qilamiz? Demak, buni ishlash jarayonida xo'p, biz mana bu tanginus 2x formulani ochamiz. Demak, tanginus 2x formulani ochadigan bo'lsak, 2 tanginus x plus tanginus x taqsim 2 xo'p plus 4 kere tanginus 2x formulasi kotanginus 2x formulasi. Kotanginus kvadrat x minus 1 taqsim 2 kotanginus x ko'rinishda bo'ladi. Va barobar kotanginus 3x bo'lsin. Xo'p, endi xo'p, bu bilan qisqarib ketdi, 2 bo'ldi-da. Endi qarang. 2 tanginus tanginus x taqsim 2. Xo'p, endi qarang. Kotanginus kvadratni kotanginusga bo'lsam, kotanginus kelib chiqadi 2 kotanginus x bo'ladi. Keyin minus 1 taqsim kotanginus alfa bo'lsa, demak bu 2 tanginus x deb beradi. Ya'ni kasrni yoyib yubordim. Teng bo'lib qoldi, demak kotanginus 3x ga. Bu bilan bu qisqarib ketdi. Xo'p, tanginus x taqsim 2 2 kere mana bu tanginus x ni kotanginus 2 alfa forma bo'yicha ochaman. Ya'ni men kotanginus 2 alfa forma bo'yicha ochadigan bo'lsam, demak kotanginus kvadrat x taqsim 2 minus 1 taqsim 2 kere kotanginus x taqsim 2 bo'ladi. Barobar kotanginus 3x bo'lib qoldi. Xo'p,
2 bilan 2 qisqarib ketdi. Tanginus x taqsim 2. Kasrni 2 taga ajratadigan bo'lsam, katanginus x taqsim 2 minus 1 taqsim katanginus x taqsim 2 bu tanginus x taqsim 2 ni beradi. Va katanginus 3x bo'lib qoldi. Bu bilan qisqarib ketdi va katanginus x taqsim 2 teng bo'lib qoldi katanginus 3x ga. Xo'p, endi qarang, bo'lishlash uchun nima qilamiz? Bo'lishlash uchun katanginus x taqsim 2 ni bu yoqqa olib o'tamiz. Minus demak katanginus x taqsim 2 barobar 0. Demak, men buni nima deb yozib olaman? Kosinus 3x taqsim sinus 3x minus kosinus x taqsim 2 sinus x taqsim 2 barobar 0. Mahraj beradigan bo'lsam, demak sinus x taqsim 2 kosinus 3x minus demak sinus 3x va kosinus x taqsim 2 ko'rinishda bo'ldi. Va mahraj bo'lsa, demak sinus 3x kere sinus x taqsim 2 barobar 0 bo'lib qoldi. Yuqoridagi qism sinus alfa minus beta formulani berdi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, sinus x taqsim 2 minus 3x bo'lib qoldi. Mahraj bo'ladigan bo'lsa, demak sinus 3x kere sinus x taqsim 2 bo'lib qoldi. Demak, ko'paytma 0 bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Ko'paytuvchilardan ya'ni kasra javob 0 bo'lishi uchun faqat surat 0 bo'lishi kerak va mahraj bo'ladigan bo'lsa 0 bo'lmasligi kerak. Bu ham 0 bo'lmasligi kerak va sinus x taqsim 2 ham 0 bo'lmasligi kerak. Bundan kelib chiqadiki, demak sinus demak x dan 3x dan ayiradigan bo'lsak, minus 5x taqsim 2 teng 0 bo'lib qoladi. Endi minus yo'qotib yuboradigan bo'lsak, demak sinus 5x taqsim 2 teng 0 bo'lib qoldi. Demak sinus qachon 0 ga teng bo'ladi? Pikada. Demak sinusimiz demak pikada 0 ga teng bo'ladi va x barobar 2 pika taqsim 5 degan javob kelib chiqdi. Va shu yerda endi mahraj 0 bo'lmasligi oladigan bo'lsak, mana bu yerda aytishimiz kerakki, k tengmas bo'lishi kerak 5n ga, ya'ni k 5 ga karrali son bo'lmasligi kerak. Chunki sababi nimaga? Agar k 5 ga karrali son bo'ladigan bo'lsa, mana bu x imiz javobi qanaqadir pi kelib chiqadi. U pi ni mana bu yerga keltirib qo'yadigan bo'lsak, 3 nechidir pi bo'lib qoladida, u 0 ga teng bo'lib qoladi va umumiy javobimiz nima bo'lib qolar ekan bizda? 2 pi k taqsim 5 va demak k teng emas 5n ko'rinishda bo'lar ekan xolos. 5 ga karrali bo'lmagan nima bo'lishi kerak ekan? Son bo'lishi kerak ekan. Va javob A javobiga to'g'ri keldi. Xo'p, 3-misol demak aytayaptiki, xo'p, 3 minus tanginus kvadrat x ko'paytirilgan kosinus 3x kare kosinus x hop teng 4 kosinus 3x taqsim tanginus 2x ko'rinishidagi tenglamani hop yeching debdi va ishlashni boshlaymiz ustozlar. Demak, hop 3 minus tanginus kvadratni demayman, sinus kvadrat x taqsim kosinus kvadrat x deb yozib oldim va ikkinchi qavsni bo'lsa kosinuslar yig'indisiga qo'yib yubordim. 2 kosinus 2x kerak kosinus x bo'ladi. Xo'p, va ustozlar shu yerda bitta chiqib ketamiz. Mana bu barobardan keyin kosinus 3x ni ochamiz. Ya'ni 4 kosinus kub x minus 3 kosinus x ko'rinishidagi formulasi bor, o'sha bo'yicha ochdim. Keyin tanginus 2x bo'ladigan bo'lsa, sinus 2x taqsim kosinus 2x qilib ochib yubordim. Kvadrat emas, ya'ni 2x bo'la qolsin. Xo'p, 2x taqsim demak kosinus 2x ko'rinishida ochib yubordim. Xo'p, endi qarang ustoz. Mana bunga ham demak kosinus kvadrat mahraj beraman. Nima ko'rinishda bo'lib qoldi? 3 kosinus kvadrat x minus demak sinus kvadrat x ko'paytirilgan 2 kosinus 2x kerak kosinus x taqsim kosinus kvadrat x bo'ldi. Xo'p, kosinus 2x tepaga ko'paytirib bo'lib chiqib ketadi, unday ko'rinishda bo'lib qoldi, qarang. 4 ko'paytirilgan 4 kosinus kub x 3 kosinus x kira nima bo'lib qoldi? Kosinus 2x bo'lib qoldi. Mahraj ochib oladigan bo'lsam, 2 sinus x kira kosinus x bo'ladi. Sinus 2 alfani ochib yubordim. Xo'p, endi qarang, kosinus 2x bilan kosinus 2x qisqardi. Xo'p, 2 bilan 4 qisqarib 2 qolib, 2 bilan mahraj 2 qisqarib ketdi. Xo'p, endi kosinus bilan kosinus kvadrat qisqardi.
Maxrajdagi kosinus ham qisqarib ketdi. Va nimalar qoldi menda? 3 kosinus kvadrat x minus demak sinus kvadrat x qoldi. Xo'p, ikkinchi tomonda-chi? Demak, ikkinchi tomonimizda 4 kosinus kub x minus 3 kosinus x taqsim sinus x degan ifoda qoldi. Xo'sh, endi xo'p, qayerdadir xato qilmadikmi? Xo'p, endi davom ettiradigan bo'lsak, nima bo'ladi? Mana bu kosinus kvadratni ham sinus kvadratga o'zgartiraman. Ya'ni, xo'p, 3 minus 4 sinus kvadrat alfa teng bo'lib qolyapti. Ya'ni ximiz 4 kosinus kub x minus 3 kosinus x taqsim sinus x bo'lib qoldi. Demak, birinchi tomonga sinus makhraj berib yuborsam 3 sinus x minus 4 sinus kub x teng bo'lib qoldi 4 kosinus kub x 3 kosinus x bo'lib qoldi. Xo'sh, endi ikkalasini bir tomonga o'tkazadigan bo'lsam, mana bu bizda sinus 3x formulasi. Sinus 3x ni formulasi, bu yoq bo'ladigan bo'lsa kosinus 3x ni formulasi. Bundan kelib chiqdiki, tangens 3x teng 1 kelib chiqdi. Tangens qachon 1 ga teng? Pi taqsim 4 qo'shilgan pikada. Deb bundan x barobar nima kelib chiqdi? Pi taqsim 12 qo'shilgan pika taqsim 3 degan javob kelib chiqdi. Xo'p, endi biz hozir bu yerdan pi taqsim 12 ni olib chiqadigan bo'lsak, qanday ko'rinishda bo'lib qoladi? 4k qo'shilgan 1 ko'rinishda bo'lib qoladi. Xo'p, endi qarang, bizda nima bor? Bu yerda aniqlanish sohalari bor, ya'ni maxrajlarni o'z-o'zimizdan qisqartirib yubordik. O'sha maxrajlar nima bo'lishi kerak emas, bizda 0 bo'lishi kerak emas. Xo'p, endi qarang, agar men hozir k ning o'rniga masalan 5 qo'yadigan bo'lsam, demak nima bo'ladi? 21 bilan mana qisqaradida nima bo'lib qoladi bizda? Xo'sh, 21 bilan qisqaradigan bo'lsa 7 pi taqsim 4 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Xo'sh, 21 bo'lsa 3 ga qisqartirsak shunday bo'lib qoladi. 7 pi taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga keltirib qo'yadigan bo'lsangiz ustoz maxrajga, u paytda nima bo'lib qoladi? 7 pi taqsim 2 bo'lib qoladi va u paytda tangingiz unaqa qiymatga ega emas. O'shaning uchun mana bu k soni 5 ga karrali bo'lmagan son bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani xullas bunday ko'rinishda bo'lishi kerak xullas. K tengmasi bo'lishi kerak 3m plus 2 ko'rinishida. Ya'ni bu javobga to'g'ri keladigan javob qaysi javobda bo'ldi? Xo'p, B javobga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni bu maxraj aniqlanish sohasida. Xo'p, navbatdagi 4-misolimiz, demak tangens x, sinus 2x, kosinus 2x, xo'p, minus 2 kosinus x minus kosinus minus 1 darajada x teng 0. Mana shu tenglamani yeching dedi. Xo'p, endi qarang ustoz, buni ishlash uchun nima qilamiz? Tangensni yoyamiz. Tangensni yoyadigan bo'lsak, sinus x taqsim kosinus x, sinus 2x ni ham yoyib yuboraman. Xo'p, 2 sinus x kere kosinus x. Xo'p, keyin mana shu yerda ustozlar misol shartida xatolik ketib qolgan, mana shu minus bo'lishi kerak. Xo'p, minus kosinus 2x. Xo'p, plus 2 kere 2 kosinus x minus 1 taqsim kosinus x teng 0 bo'lib qoldi. Xo'p, endi qarang, agar biz sinus x ni olib chiqsak-da, sinus x olib chiqib turib, sразу maxraj berib yuboradigan bo'lsak, 1 minus 2 kosinus kvadrat x taqsim kosinus x bo'lib qoladi. Xo'p, keyin minus kosinus 2x bo'lib turibdi. Xo'p, bunga ham maxraj berib yuboradigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda bo'lib qolyapti, qarang. Xo'p, 2 kere 2 kosinus kvadrat x minus 1 taqsim, xo'p, kosinus x bo'lib turibdi, sinus x teng 0 bo'lib qoldi. Xo'p, endi qarang, agar mana bu ifoda bizada, mana bu ifoda minus kosinus 2 alfani beradi. Ya'ni menda bu
minus sinus x kere kosinus 2x taqsim kosinus x. Xo'p, minus kosinus 2x bu yoqda bo'ladigan bo'lsa 2 kosinus 2x taqsim kosinus x ko'rinishda bo'lib qoldi. Keling, bu yerdan biz kosinus 2x ni olib chiqadigan bo'lsak, minus sinus x taqsim kosinus x minus 1 2 taqsim kosinus x ko'rinishda bo'lib qoldi. Hop, teng 0 bo'lib qoldi. Hop, bundan kelib chiqadiki, kosinus 2x teng 0 bo'lishi kerak. Kosinus qachon 0 deb buni tashlab olyapmiz-da. Pi taqsim 2 qo'shilgan pikada. Bunda x barobar pi taqsim 4 qo'shilgan pika taqsim nima degan javob kelib chiqadi? 2 degan javob kelib chiqadi. Demak, keyingi qavs 0 ga tenglashtirmoqchi bo'lsak, sinus x taqsim kosinus x qo'shilgan 1 minus 2 taqsim kosinus x teng 0 degan javob kelib chiqdi. Xo'p, endi qarang. Agar biz bunga xo'p makhraj berib tashlab yuboradigan bo'lsak nima bo'lyapti? Makhraj berib tashlab yuboradigan bo'lsak, demak sinus x qo'shilgan kosinus ximiz teng 2 ko'rinishda bo'lib qolyapti. Xo'p, demak sinusga kosinusni qo'shgan paytda hech qachon 2 ga teng bo'lmaydi. Bir xil alfa bo'lgan paytida. Demak, javob faqat shuni o'zi bo'ldi. Va x barobar agar pi taqsim 4 ni olib chiqadigan bo'lsak, 2k qo'shilgan 1 ko'rinishda bo'ladi. Va bu javob qaysi javobga to'g'ri kelyapti? D javobiga to'g'ri kelyapti. Va javob D bo'ladi. Xo'p, 5-misolda aytyaptiki, 5-misolimizda sinusni minus 1 darajasi 5x va kotangins x va tangins x taqsim 2 funksiya bergan va shuni ishlang debdi. Keling, endi tangins x ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, sinus mana yozib yuboraman. 1 taqsim sinus 5x teng bo'lyapti kotangins x qo'shilgan tangins x taqsim hop 2 bo'lyapti. Hop, endi keling. Bu yerda biz nima qilamiz? Bu yerda demak tanginsni ham katanginsni ham maydalaymiz. Demak, kosinus x taqsim sinus x. Bu yerda sinus x taqsim 2, kosinus x taqsim 2. Demak, 1 taqsim sinus 5x. Demak, biz bunga makhraj berib olsak, kosinus x kere kosinus x taqsim 2. Hop, plus demak sinus x kere sinus x taqsim 2. Makhraj bo'ladigan bo'lsa sinus x kere kosinus x taqsim 2 bo'ldi. Hop, endi keling. 1 taqsim sinus 5x. Tepa bizda kosinus alfa minus beta formulani berib yubordi. Ya'ni bu degani kosinus x taqsim 2. Hop, sinus x kere kosinus x taqsim 2. Chopilib ketdi-da, 1 taqsim sinus 5x 1 taqsim sinus x bo'lib qoldi. Bundan kelib chiqyaptiki, demak sinus 5x imiz teng bo'lishi kerak ekan nimaga? Sinus x ga. Hop, endi qarang, buni nima qilamiz? Buni bu yoqqa olib o'tib, demak ayirmay qo'yib yuborsak, demak sinus 5x minus sinus x imiz teng 0 bo'lib qolsa, demak 2 sinus hop 2x kerak kosinus 3x teng 0 bo'lib qoldi. Demak bundan sinus 2x teng 0ligi va kosinus 3x teng 0ligi kelib chiqdi. Sinus qachon 0 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 2 qo'shilgan, pikada. Pikada x barobar pika taqsim 2 degan javob kelib chiqdi. Kosinus qachon 0 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 2 qo'shilgan pikada. Bunda x barobar pi taqsim 6 qo'shilgan pika taqsim 3 degan javob kelib chiqadi. Hop, endi keling, umumiy javob tanlaydigan bo'lsak, ya'ni bizda nima bo'lib qoldi? Ikkita javob chiqib qoldi. Ikkita javob kelib chiqdi. Xo'sh, endi qarang. Hop. Demak, hozir bu yerda to'g'ri ko'patuvchi ajratdikmi? Demak, pi taqsim shunday ko'rinishda bo'ldi va sinus qachon 0 ga teng? Demak, sinus 2x barobar 0. Demak, endi qarang. Xo'sh, oladigan bo'lsak, qarang endi. Mana bu javob qanoatlantirmaydi. Chunki agar biz hozir k ga oddiygina misol masalan 2 qo'yadigan bo'lsak, nima degan javob kelib chiqadi? Pi degan javob kelib chiqadi-da. Keyin o'sha pi ni mantiqga keltirib qo'yadigan bo'lsak,
tangingiz u paytda qiymatga ega bo'lmay qoladi. O'shaning uchun bu javob xato bo'ldida. Demak, javob x barobar pi taqsim 6 qo'shilgan pi k taqsim 3 bo'lib qoldi. Pi taqsim 6 ni qasdlash olib chiqadigan bo'lsak, 2k qo'shilgan 1 ko'rinishda bo'lib qoladi. Va bu javob nima bo'ladi? C javobda bo'ladi. Demak, navbatdagi misolning javobi C bo'ldi. Agar sizga biz olib borayotgan jarayonlar va kontentlar qiziq bo'layotgan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa, hop, demak, maktabdagi metod birlashma guruhlariga, matematik tanish ustozlarga barchaga jo'natib qo'ying va biz bahorda, Xudo xohlasa, siz bilan birgalikda o'z toifamizga erishamiz.